Kuniga necha soat telefon o'ynaydi? Ko'pisi qanchalik? Yo, nevropatologga ko'ringansizlar mengacha, ular aytmaganmi? Nega amal qilmaysizlar? Telefon to'xtatib, doimiy logoped shug'ullanib, ko'proq sayr qilib shug'ullanib, dori-ukollarni olsa o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasa ham bunaqa orqaga ketaveradi, zombiga o'xshab. U xato fikrda. O'ynama Svetda. Xo'jayin olib kelmadingizmi? Men o'zim yaxshi gaplashardim. Ishi ham yo'q, xohlamayman. Ko'rabsiz-a, mana qaltirab qolib, telefon topolmasa, o'zini mavzusini, nimasini qaltirab qo'yadi unda. Shu paytgacha ko'rsatdim, foydasini chiqardim. Oshqozon tez buzilib qolyapti. Faqat musiqa eshitadi. 6 oyligida yomon sudurga berib, og'izlari bishib ketdi. 6 oyligida